Xohlasam hozir shu yerda o'tirib gapiryapman. Ichimda bitta qo'rquv bor, yana hammasini aytib yuborsam, keyin ortga qaytib bo'lmaydigan joyga kelib qolamizmidi? Lekin shu bilan birga agar yana jim qolsam, o'zimni butunlay yo'qotib qo'yadigandekman. Men hozir seni eshitib turibman va bir narsani tushunyapman. Sen avval ham gapirmoqchi bo'lgansan, faqat men o'sha paytda buni sezadigan holatda bo'lmaganman. Bu bahona emas, shunchaki rost. Meni eng ko'p og'ritgani sen yomon gapirganing emas, balki ko'p paytlar umuman gapirmaganing. Shunda o'zimga savol berganman, men shu odam uchun hali ham muhimmanmi? Bu savolni eshitish og'ir, lekin yashirishim foydasiz. Rostini aytsam, men seni muhim emas deb bir marta ham o'ymaganman. Faqat ba'zan nima deyishni bilmay jim bo'lib qolganman. Jimlik esa hamma vaqt to'g'ri tanlov emas ekan. Jimlikni men ham tanladim, lekin sababi boshqacha edi. Men gapirsam hammasi buzilib ketadi deb o'yladim. Sen mendan charchaysan deb qo'rqdim. Shuning uchun ko'p narsani ichimda olib yurdim. Men esa ishimda shuni olib yurdim. Bir kun o'zi aytadi, bir kun o'zi o'tib ketadi. Lekin vaqt o'tib ketmaganini ko'rdim. Aksincha orasidagi masofa sekin kattalashib ketganini sezdim. Mana shu masofa u janjal bilan kelmadi, u baqiriq bilan kelmadi. U sokin kelib bir kuni o'rtamizda borib qoldi. Men shu devorni ko'rdim, lekin qanday buzishni bilmadim. Men ham ko'rdim, lekin sen o'zing buzasan deb qo'rqdim. Qarasam, ikkalamiz ham kutibmiz, sen mendan, men sendan. Va kutaverib gapirishni kechiktirib yuborganmiz, lekin hozir shu yerda turdim. Ketish uchun emas, agar ketmoqchi bo'lganimda bu gaplarni eshitmasdim. Buni eshitish menga muhim, chunki men ham osonlikcha ketib qoladigan odam emasman. Agar ketishni xohlasam, jim bo'lardim. Men gapiryapman, dema qadalay umid bor, men ham qolaman. Hammasi tushunarli bo'lib ketgani uchun emas, balki tushunishga harakat qilayotganim uchun. Men ham qolaman, chunki sevdik, hamma narsa oson bo'lganda emas. Qiyin paytda ham gapirib qolish ekan. Hozir ishimdan oz bo'shagandek, chunki birinchi marta gaplarim havoda qolmadi. Men ham shuni his qilyapman, bu suhbat hammasini hal qilmaydi. Lekin bir narsani o'zgartirni biz yana bir-birimizga qarab gapiryapmiz. Bu oxir emas, bu boshqa